Hozir uy olish orzu emas, harakat qilinsa barchasiga erishish mumkin. Ko'pchilik mana shunaqangi metroga yaqin joyda uy bo'lishini xohlaydi. Biz hozir ko'rib turganingizdek Yashnobod tumanidamiz, ya'ni G'alabaning 40-yilligida. Xalq tilida bu joy So'riqlet deb nomlanadi va bu joyda hozir yer usti metrosining Tuzel bekati joylashgan. Ko'rib turganingizdek atrof gavjum, serqatnov, inson uchun barcha qulayliklar mavjud. Mana bu tomonda Safiya shirinliklari, yonida Bellissimo pizzasi, yo'lning narigi tomonida esa ko'pchilikka mashhur bo'lgan o'sha So'riqlet gummalari bor u tomonda. Ko'pchilik endi uy xarid qilishda, uy sotib olishda albatta mana shu jihatlarga e'tibor qaratadi. Atrofda barcha qulayliklar bo'lishi kerak. Salomatligi uchun, dam olish uchun, sog'liq uchun barcha qulayliklar bo'lishini inobatga oladi. Biz hozir siz bilan birga Onyx sotuv bo'limi va qurilish obyektiga ketyapmiz va shu narsani ko'rsatmoqchi edimki, mana metrodan sotuv bo'limiga qadar 1 kilometrlik yo'l, bu degani taxminan 10 daqiqa vaqtingizni oladi. Qurilish obyektiga esa taxminan 1,5 kilometrni tashkil etadi va bu piyoda yuradigan bo'lsangiz 15 daqiqalik yo'l degani. Yo'lning narigi tomonda avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish joylari ham bor. Mabodo avtomashinangiz buzilib qoladigan bo'lsa va mana bunday salomatlik yo'laklari va velosiped yo'laklari ham bor. Ayollar kolyaskada farzandlar bilan bemalol harakatlanishlari mumkin. Mana shunday qulayliklar bor bu yerda. Yana bir ko'pchilikni qiziqtirgan jihati yo'l yoqasida masjid ham joylashgan. Qurilish obyektiga nisbatan oladigan bo'lsak, qurilish obyektidan masjidgacha taxminan piyoda yurib keladigan bo'lsangiz 6 daqiqa vaqt ketadi. Do'stlar, biz hozir mana sotuv ofisiga yetib keldik va aytishimiz kerakki, Onyx turar joy loyihasini Polimer Binokor kompaniyasi qurmoqda va kompaniya 20 yillik tajribaga ega. U shu kunga qadar Jizzax, Sardoba, Zomin, Toshkent viloyati Chirchiq tumani, Namanganda ko'plab loyihalarni qurgan va bu qurilish loyihalarida ishtirok etgan. Hozir ichkariga kiramiz. Demak, mana bu yerda binolar maketi joylashgan. Ko'rib turganingizdek 22 ta blokdan iborat. Eng asosiysi, inson uchun barcha qulayliklar bor. Yashil hududga ega, avtomobillar uchun parkovkalar bor. Bu yerda 4000 avtomobilga moslashtirilgan va bundan tashqari yer osti parkovkalari ham bor. Quyosh panellari bilan jihozlangan, joylashtirilgan quyosh panellari va bu quyosh panellari mabodo elektr energiyasi o'chib qoladigan bo'lsa, ya'ni chiroq o'chib qoladigan bo'lsa, podyezdlarni va liftlarni elektr energiyasi bilan ta'minlaydi. Mana bu tomondan ham hozir o'tib ko'rishingiz mumkin. Bolalar o'yingohlari bor bu yerda, bolalar bog'chasi joylashadi va yaqin atrofda maktab ham bor. Aytib o'tganimizdek 22 ta blok, birinchi qismi sotuvga topshirilgan, sotuv jarayonlari bo'lib o'tyapti va yana bir jihatiga e'tibor qaratishingizni istagan bo'lardik. Aynan Polimer Binokor kompaniyasi bu uylarni xalqning puliga qurmaydi. Ya'ni o'z hisobiga qurib, uyni tayyor, ta'mirlangan holatda topshiradi. Har tomondan ham o'tib qarashingiz mumkin. Mana shu atrof yashil hudud, eng asosiysi hozir juda tahsil bo'lgan bu yashil hudud bu yerda bor. 18 oyda bitadigan ushbu loyiha, ya'ni mana shu uylar 5 gektar maydonni egallagan va 3000 ta xonadonni o'z ichiga oladi. Yana bir asosiy jihatlardan esa qarang, mana toza havo. Mana bu tomondan esa tog'lar ham ko'rinib turadi. Go'zal manzara. Ketdik, ko'ramiz. Xormanglar, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Zo'rmi? Charchamanglar, yaxshi deylar. Ochiqni aytadigan bo'lsa, mana shu yerda ishlayotgan ustalarga qoyil qolaman. Sababi ular issiqni issiq demay, sovuqni sovuq demay mehnat qilishyapti. Va umuman olganda, mana shu qurilish jarayonida ishtirok etayotgan ustalarni, har bitta ishchilarni xato qilishga haqqi yo'q. Sababi bu qurilish jarayonida ishlatiladigan betonlar yoki metallar, har bir mahsulot o'z o'rnida bo'lishi kerak. Sababi bu yerda insonlar yashaydi. Inson hayoti esa har narsadan ustun. Onyx turar joy loyihasida uylar ham tez, ham sifatli qurilyapti. Sababi bu yerda qurilish jarayonlarida betondan foydalanishyapti. Ko'pchilik o'zi
betonni qishda sovuq, yozda issiq deb o'ylaydi, lekin hozir zamon rivojlangan, qurilish materiallari ham rivojlanganligi sababli ayni bu joyda ham bazalitdan foydalanishyapti. Bu esa yozda ham, qishda ham haroratni me'yorda ushlab turishga yordam beradi. Yana bitta jihatga e'tibor qaratdim. Ya'ni mana bu armaturalarga ko'pchilik joylarda 400 lik armaturalardan foydalanishadi, lekin bu qurilish obyektiga 500 lik armaturadan foydalanishyapti. 500 lik armaturalardan uylarni qurishyapti. Bu esa tabiiyki uyni mustahkam qiladi. Yana bir asosiy jihati bu uylarning zilzila bardoshliligi 8 ballni tashkil etadi. Ya'ni 8 balli zilzilaga chidamli. Uylar esa eng kichik 25 kvadrat metrdan eng kattasi 97 kvadrat metrgacha bo'ladi. Bir xonali va 3 xonali uylar. 25 kvadrat metrli studiya xonadonlarida kirish koridori, sanuzel, mehmonxona, yotoqxona va lojiyadan iborat bo'ladi. Buni aksi eng kattasi esa 97 kvadrat metrli xonadonda kirish koridori uzun, keng oshxona, ikkita lojiya, ikkita yotoqxona, katta mehmonxona, vanna alohida, sanuzel ham alohida bo'ladi. Onyx uylari qurilishi davom etmoqda. Sizni agarda qandaydir savollar qiziqtirsa, ushbu turar joy majmuasi bilan, Onyx uylari bilan turli savollar qiziqtiradigan bo'lsa, ekran pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin yoki ushbu videoning izoh qismiga savollaringizni yozib qoldirsangiz bo'ladi. Batafsil javob berishga harakat qilamiz. Hozir uy olish orzu emas, harakat qilinsa barchasiga erishish mumkin.